solta a putaria. Assalomu alaykum. Bugun sizlarga stand-upda eng yaxshi so'zlamalarni ko'rsataman. Agar telefoningizda FPS tushib ketsa yoki o'yin silliq ishlamasa, videoni oxirigacha ko'rishingizni maslahat qilaman. Mana birinchi bo'lib настройка belgisini bosib, настройkaga kirib olamiz. Keyin birinchi bo'lib regionni tanlaymiz. O'zbekiston serveri qo'shilganligi uchun O'zbekiston serverini tanlab qo'yganmiz, ma'qulroq. Tili o'shanda turgani ham ma'qul, lekin inglizchani tushunsa inglizcha qo'yganingiz yaxshiroq. Keyin vidrukni klassическийga o'tkazib qo'yamiz. Interfays включен, chunki biza knopkalarni ko'rib turishimiz kerak. Shu knopkalarni ko'rish uchun interfaysni yopib qo'yamiz. Переключать на поднятие оружияni o'chiramiz. Effekt попаданияni yoqishimiz ham mumkin. Внутреннее уведомление ixtiyoringizga qarab yoqish yoki o'chirishingiz mumkin. Keyingi vkladka video bo'lib, hozir keyingi vkladkaga o'tamiz. Bu vkladkadan boshqa hech narsani o'zgartirmaymiz. Videodan esa mana ki detalizatsiya shaderifda высокийga o'tkazamiz. Detalizatsiya teksturni высокийga, detalizatsiya effektivga tegish etmaymiz. Anti-filtratsiyani отключен qilamiz. Silovая частота kadrda eng maksimalnisini qo'yamiz. Отображение убитых персонажей o'chirib qo'yamiz. Улучшение видимости персонажей esa настройкasiga kiramiz o'shani. Настройкasiga kirganimizda obvodga 0 turadi yoki 1 turadi. Ana shuni 1 qilib qo'yishimiz shart. Mana ko'rib turibsizlar, qildik. Endi управлениеga o'tamiz. Eng muhim joyi o'sha. Mana shu yerdan endi расположение knopka customizatsiyaga o'tib, shu customizatsiyani o'zgartiramiz. Чувствительность shu 3-4 orasida bo'lishi kerak. Ускоренияni 0-10 dan oshirmaymiz. Сглаживание прицелni 0-0 ga qo'yib qo'yamiz. Mana endi zvukka o'tib olamiz. Zvukdan deyarli hech narsani o'zgartirmasak bo'ladi. Agar fonoviy muzika yoqmaydigan bo'lsa, o'chirib qo'yishimiz mumkin. Privatnostni mana ko'rib turganingizdek qilib qo'ysanglar bo'ladi. Avtorizatsiya tegish etmaysiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosish va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Yangi stand-up maslahatlari uchun kuzatishga davom eting. Esse é o único que eu tô se